Türkiye Tashqi ishlar Ministrligi Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Müslümanlarning vaziyetidan andish qilayotganligini o'ttirib qo'ydi. 7 oktyabrda Türkiye Tashqi ishlar Ministrligining bildirishicha, Türkiye Birleşken Devletler Teşkilatı 75. navbatlik umumiy yig'inining ijtimoiy, insonparvarlik va madaniyat masalasi 3-komitetida atalmış Uyghur avtonom rayonida davomlashayotgan kishilik huquq tafsirlanchiligidan andish qilayotganligini yana bir qatim o'ttirib qo'ygan. Tashqi ishlar Ministrligining bildirishicha, Türkiye dushanba kuni Birleşken Devletler Teşkilatı 75. navbatlik umumiy yig'inda Uyghur turklarining madaniyat va diniy kimligiga hurmat qilish va kapolat qilishini yana bir qatim murojaat qilgan. Türkiye taratqullarining xabar qilishicha, Türkiye Tashqi ishlar Ministrligining bayonotchisi Hami Aksoy, Türkiyening Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi doimiy vakilining Uyg'urlar haqidagi bayonoti to'g'risidagi savoliga yozma javob qaytargan. U Türkiyening Uyg'urlar bilan millat, madaniyat va din jihati o'rtoqliklarga ega ekanligini ta'kidlagan va Türkiyening Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini aytgan. Bu Türkiyening uzun mezgillik sukutdan keyin yaqinqi 2 hafta ichida Uyg'urlar haqidagi andishlarni ikkinchi qatam o'ttirib qo'yishi bo'lib, o'tgan hafta hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Ömer Çelik Uyg'ur masalasini tilga olgan va Xitoy doiralarini Uyg'urlarning kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan edi. 6 oktyabr Germaniyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi doimiy vakili Kristof Hoskin Birleşken Devletler Teşkilatı 75. navbatlik umumiy yig'inda 39 davlatga vakolatan so'z qilib, Xitoy Sharq Turkistonda g'oyat zo'r ko'lamda siyosiy qayta tarbiyalash lageri qurib, 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonni xohlagancha qo'lga olgan. Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qarata qattiq nazorat qilish, majburiy tug'ut cheklash va majburiy emgak qatorliq vositalarni qo'llanib, Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga og'ir daxl tarz yetkazganligini, Xitoyning kishilik huquqqa, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning, shundaqla Tibet xalqining dinini hurmat qilishga chaqiramiz dedi.